o'sha vaqtda o'zida med kollejga kirish kerak bo'lgan qizlari aniq bo'lgan. Xo'p, biz med kollejga topshirishimiz kerak bo'lgan yilda, ya'ni maktabda 9 yillik ta'limni bitirib med kollejga topshirmoqchi bo'lganimizda bizni imtihon bilan olishgan. Imtihon vaqtida men qizlarga e'tibor berganimda hammasi bo'yniga adresdan bo'yinbog' qilib olishgan. Bantikchaga o'xshab adresni oddiy qilib baylab olgan, baylab olgan, bog'lab olgan vaqtida. Men o'ylaganmanki, hammasi bitta maktabdan bo'lsa kerak, bu qizlar o'shaning uchun bir xil kiyinib keldi deb o'ylaganman-da, so'raganman. Siz ikkovlaring bitta maktabda o'qiysizlarmi deb so'raganman qizlardan. Ular yo'q deb javob berishgan. O'sha vaqtda o'zida meni miyamga tepgan. O'sha vaqtda o'zida med kollejga kirish kerak bo'lgan qizlari aniq bo'lgan, ya'ni o'sha bo'ynida bo'yinbog'i bor bo'lgan qizlar med kollejga kirishi aniq bo'lgan qizlar, ya'ni soqqasini berib qo'ygan qizlar bo'lgan. Bunisi ham mayli, biz kirib imtihonni topshirib chiqamiz. Endi imtihon javoblari chiqishi kerak va men, конечно, kirmagan bo'lganman. Shunda meni o'zidan o'zi avtomatiski qurilish va iqtisodiyot kollejiga o'tkazib yuborgan bo'lishgan, arxitektura fakultetiga. Вообще-то я архитектор.